Man Tim universitetini ta'sischilaridan biriman. Hozirgi kunda CEO, ya'ni ijrochi direktor lavozimida ishlayman. Undan tashqari 15 ga yaqin biznes loyihalariga ta'sischilik qilganman. Ularning nomi Ground Zero, CLG Auto, O'zbek Xitoy savdo uyi, Texnoplaza, shunga o'xshagan bir qancha kompaniyalarga asos solganman. Albatta ta'sir qilgan, chunki chet elda, men endi Buyuk Britaniyada o'qiganimda bir narsani sezganmanki, dunyo ancha keng, imkoniyatlar ancha keng. Chunki o'z paytida bir mamlakatda, ayniqsa kichkina iqtisodiyotning ichida yurganimda hajmlar bunchalik kattaligini bilmagan ekanman. Shuning uchun yaxshi universitet, xalqaro universitet aynan ambitsiyalarni berishi va o'ziga ishonchni oshirishini o'z tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Tanish-bilish so'zini ijobiy qaraylik, networking sifatida ko'raylik. Albatta, bu ham G'arbda, Sharqda, rivojlangan mamlakatlarda va albatta O'zbekistonda ham juda ham katta rol o'ynaydi. Tadbirkorlarni shaxsan tanish, ular bilan gaplashishga imkoniyat va albatta o'zini atrofidagi do'stlar bilan birgalikda birga o'sish. Bularning hammasi ijobiy tanish-bilish. Tasavvur qiling, siz nafaqat o'zingiz yagona o'yinchi tadbirkorlik maydonchasida, balki o'ziga o'xshagan hamfikr insonlar bilan va tajribali tadbirkorlarning yordamida yangi marralarni olishingiz mumkin. Men talabalarimizdan so'rayman, Tim universitetining talabasiman deganingda eshiklar senga ochiladimi deb. Bitiruvchilarimizni aytishicha, ha, Tim universitetidan o'qiganman degan nomni o'zi ularga ko'proq eshiklarning ochilishiga sababchi bo'lar ekan. Biz bozorda aynan nostandart fikrlaydigan, imkoniyatlarni ko'radigan, tanqidiy fikri rivojlangan, shu bilan birgalikda o'zini atrofida yetakchi bo'lib birlashtira oladigan yosh mutaxassislarni yetishmasligini ko'rdik o'shanda. Va shuning uchun ham biz aynan jamiyatda o'zimizni erishgan yutuqlarimizdan kelib chiqib, o'zimizni olgan tajribamizdan kelib chiqib, shunday eksperimental universitet ochaylikki, u universitetda ham yetakchilik, ham tadbirkorona fikrlash yoshlikdan rivojlansin va bizga o'xshagan tajribaliroq tadbirkorlar bilan yuzma-yuz uchrashib, ulardan ilhom olib, ulardan maslahat oladigan maydoncha shakllantirishni niyat qilganmiz. Endi millioner bo'lish, boy bo'lish albatta ajoyib orzu, havas. Bunga erishish uchun birinchi navbatda bunday darajada fikrlash qobiliyatini rivojlantirish kerak. Agar sizda birdaniga qatdandir pul kelib qolsa ham, lekin boy, muvaffaqiyatli boshqaruvchi tadbirkordagi fikrlash o'rganmas ekansiz, bu pul birdaniga sizdan ketib qoladi. Shuning uchun meni tavsiyam katta pulga o'tishdan oldin kuchli mutaxassis bo'lish, qiziqarli proyektlar qilish, xato qilishdan qo'rqmaslik, shunga o'xshagan imkoniyatlardan albatta foydalaning. Men o'zim esimda 25 yoshimda rahbar bo'lganman va tezgina mana 30 ga yaqin katta korxonani asoschisi va rahbari bo'lganman. Menimcha bu ham bir tarafdan katta xohish, bozorning imkoniyatlari, qaysidir ma'noda omad albatta omillari bo'lgan. Hozirgi yoshlarga meni tavsiyam faqat pul to'g'risida o'ylamang. Kuchli jamoa qurishdan, kitoblar o'qish, bilim olish, yaxshi mutaxassis bo'lishdan boshlanadi va undan keyin albatta haligi berilgan savoldagi maqsad ham erishiladi. Qarang, dunyo shunchalik tez o'zgaryaptiki, hozirgi kunda 4 yildan keyin ishga kirish aktual emas. Birinchi kursini o'zidayoq, mana qarang, sun'iy intellekt, boshqa o'zgarishlar. Siz, men tavsiyam birinchi kursdanoq ishga kiring, stajirovka qiling. Timda shu imkoniyatlar bor va bitirgan paytingizga kelib 4 yillik tajriba bo'ladi sizlarda. Yaqinda bitiruvchilar bilan gaplashganimda, ularning orasida boshqaruvchi pozitsiyalarni egallagan bitiruvchilarimiz ham bor. Chunki ular aynan birinchi kursdan tajriba yig'ib, hozirgi kunda 4 yil, 5 yillik qo'lida tajribasi bor. Albatta bu ularni bo'lim boshliqlari, kichik kompaniyalarning hatto rahbarlariga aylanishiga imkoniyat beradi. Katta korporatsiyada ishlayotgan bizni bitiruvchilarimiz o'rta bo'g'in xodimlari, mas'ul lavozimlarda ishlashyapti.
Albatta, oilaviy biznesga borgan talabalarimiz, bitiruvchilarimiz esa boshqaruvchilik rollarida otalariga, onalariga o'ng qo'l, chap qo'l, rahbar lavozimida yordam berishyapti. Man aytardimki, 18 yoshda ko'proq xato qilishni tavsiya qilardim o'zimga. Xijolat qilmaslik, qo'rqmaslik, jamiyat nima der ekan, tanishlar, bilishlar nima der ekan degan fikr xayoldan kechib, ko'proq eksperiment qilish, ko'proq xato qilishdan man albatta tavsiya qilardim. Ko'proq xato qilib, ko'proq eksperiment qilishni o'zimga tavsiya qilardim.